Nurgulgan dostlarımız soraydı şu zəpəni köp içsək qanını köydürürdü deb anladıq. Rasmıdırmış gep deb soraydı. Elbette bu gepnin asası var. Yani şu tibabetimizde, tibabet nazariyasida her qanday bir xilit öz iqtidorini assa, yani köyde deydigan bir gep barcha. Bunu hem de qanday degan gap degan chog'da bu zəpənin özünün təbiətini quruq issiq deymiz. Ziyada quruq issiq hesablandı. Asaslı şu qanını qızıtış, qanını canlandırış, onundan keyin ba'zi yasalmalarga tushgan vaqtda şu yasalmalarning quvvat unumini oshirib berish, onundan boshqa yurak meni xushlik yetkazish, nervlarni quvvatlashdan iborat nayt yaxshi bo'lgan ta'sirlar bor. Onundan keyin bu zəpəni issiqchan, yani quruq issiq mijoz, yani bir nonga şu quruq soğuk mizaj, yani bir nonga ho'l issiq mizaj, mushturdagi odamlar iste'mol qilgan vaqtda, yani chekni oshirib, addidan oshirib iste'mol qilgan vaqtda asalla şu ichki a'zolarning issig'ini oshirib o'tishi, badanga quruqlik yetkazib o'tishi yoki bo'lmasa issiqlikni tixmibek oshirib o'tish sababidan qonni qo'yildirib qo'yish mumkin. Xuddi qor choyini ko'p ichishni biz qon tomirni taraytiradigan bir omil deb o'ylaymiz. Undan boshqa tiboatimiz ko'p ishlaydigan qarmuch, oqmuch, pilpil degandek shuna issiqlik materiallarni ko'p iste'mol qilgan do'stlarimizdimi asalli qon tomir tarayish ahvollari kelib chiqadi. Shuning uchun shu gapning asosi bor. Shu zəpə iste'mol qiladigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, kunda yoki bo'lmasa miqdordan ziyod oshirib iste'mol qilmasliklarini ta'kidlaymiz. Yani zəpəni ko'p uzoq muddat qiynoq demlab iste'mol qilgan vaqtda asallam shu qonni jonlantirib, qon tomirlarini taraytidi. Undan boshqa asallam shu qon tomirlarda to'silish ahvollarini, undan boshqa shu qonninki ziyod qo'yilishini keltirib chiqardi. Yani qondagi ho'llikni ziyod quritib yotgandan keyin qon tomirlar tarayish kelib chiqadi. Shunlashqa zəpə iste'mol qiladigan do'stlarimizning ilmiy usulda bir arlab haftada bir qitim degandek ancha-muncha lachindani, qizilgul degandeklar bilan da tanishib bir iste'mol qilishinglarni so'raymiz.